Qo'shrabot tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish, aholi hamda ijtimoiy soha obyektlarini bir maromda tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida 4 dona RDG 50 o'rta bosimli yangi zamonaviy gaz taqsimlash qurilmalari o'rnatildi. 35 ta gaz taqsimlash qurilmalari ochilib tozalanadi. 2 dona gaz taqsimlash qurilmalari mukammal ta'mirlanib, qolgan 64 dona gaz taqsimlash qurilmalari to'liq taftishdan o'tkazilishi borasida bosqichma-bosqich amaliy ishlar olib borilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, 42 km gaz quvuri havo bosimi, kompressor yordamida zichlikka sinash va tozalash, 8 km gaz quvurlari pribor usuli bilan tekshirish ishlari, 7 km yer usti gaz tarmog'i estetik jihatdan tartibga keltirish hamda bo'yoqlash ishlari reja dasturiga kiritilgan va ayni paytda mazkur ishlar uyushqoqlik bilan olib borilyapti. Tumandagi Oqtepa hududida 2002 ta xonadonlar 2 bosqichga o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, Qiyiqim mahallasida 73 ta, Shavona mahallasida 205 ta, Xonnazar mahallasida 56 ta xonadonlarning o'rta bosimli gaz taqsimlash qurilmalarining kirish qismiga 3 dona yangi elektron gaz hisoblagich o'rnatilgan. Yer usti gaz quvurlarini tekshirish 190%, gaz quvurlari 201% ga yetib, bu boradagi ishlar izchil davom ettirilmoqda. Hozirgi kunda 4628 aholi xonadonlar tabiiy gaz bilan gazlashgan. 2025-26 yil kuz-qish mavsumida aholiga bir maromda tabiiy gaz yetkazib berish maqsadida bizlar hozirgi kunda 42 km yer osti va yer usti gaz quvurlarini bosim, zichlikda sinash ishlari olib borilmoqda. Undan tashqari 4 dona gaz taqsimlash qurilmalari o'rnatildi. Hozir 2 bosqichli tizimga o'tkazish ishlari olib borilmoqda va suyultirilgan gaz mahsulotini yetkazib berish bo'yicha tumanimizda 21100 ta xonadonga hozirgi kunda suyultirilgan gaz yetkazib berilyapti. Xatlov ishlari olib borilayotganligi sababli aholi xonadonlariga 50-55 kun oralig'ida suyultirilgan gaz mahsuloti yetkazib berilmoqda. Shuningdek, tumanda 2025 yil aprel-dekabr oylarida 906 ming metr kub tabiiy gazni iqtisod qilish reja qilinib, chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Ushbu ishlar doirasida 42 km gaz quvurlarini bosim ostida zichlikka sinash va havo bosimi yordamida tozalash va 6 dona manaviy eskirgan gaz taqsimlash qurilmalari demontaj qilinib, 2 bosqichli tizimga o'tkazish orqali 1055 ta xonadonga regulyatorlar o'rnatildi va tabiiy gazni iqtisod qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar, zamonaviy va energiya tejamkor gaz jihozlari va yondirgich o'rnatish bo'yicha targ'ibot ishlari davom ettirilmoqda.